Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan suhbatlashadigan mavzuimiz nomi iqtidorli o'quvchilarni kutish, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini tashxis etish. Mavzu bo'yicha quyidagi rejalar asosida suhbatlashamiz. Ya'ni iqtidorli o'quvchilarni aniqlash, ta'lim orqali tashxis etishning mohiyati, o'quv jarayonida nazorat va hisobga olish funksiyasi, keyingi ta'lim olganlikni tashxis etish tamoyillari va bilim, ko'nikma va malakalarni baholash mezonlari. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash, iqtidorli bolalarni bilish jarayonida albatta biz bilamizki, ular o'z tempolaridan ba'zi bir xususiyatlar bilan ajralib turishadi va quyidagi holat belgilar ularda namoyon bo'la boshlaydi. Birinchi o'rinda ularda idrokning kengligi namoyon bo'ladi. Kuchli xotira va nutq egasi ekanligi bilan boshqalarga tahlil olishda ajralib turishadi. Lug'at boyligi keng bo'ladi. Murakkablikka intilish, ya'ni soddalikdan voz kechish ko'p holatlarda uchraydi hamda matematik qobiliyat yaxshi rivojlangan bo'ladi. Bu bo'yicha bir nechta olimlar, ya'ni Karnish, Shveder va Linemaylar 1982 yilda ayni iste'dodli bolalar bilan ishlash mezonlarini ishlab chiqdi. Unda har bir bolaning iste'dodi va qiziqishiga qarab maxsus reja va mukammal dastur ishlab chiqish lozim. Ya'ni-da bolaning kelgusida atrofdagi yaqinlari, oila va maktabning e'tibori juda muhim ekanligi, iste'dodli bolalar oddiy bolalar bilan o'tayotgan taqdirda ham boshqa iste'dodli bolalar bilan muloqot imkoniyatini yaratishlaridagi iste'dodli bolalar bilan ishlashda talantli tarbiyachi, bilimli o'qituvchilarni jalb maqsadga muvofiqligi aytib o'tiladi. Iqtidorli yoshlar eng avvalo quyidagi vositalar bilan aniqlanadi. Ya'ni-da birinchisi ular bilan turli xil psixologik testlar o'tkaziladi, topshiriqlar beriladi. Ikkida turli xil sifatlar tashkil qilinganda ularning iqtidorli ekanligi aniqlash mumkin. Tashxis nima? Tashxis biz bilamizki, bu didaktik jarayonni kechadigan barcha shart-sharoitlarni oydinlashtirish uchun uning natijalarini belgilash demakdir. Ya'ni tashxissiz didaktik jarayonni samarali boshqarish mavjud sharoit uchun optimal natijalarga erishish mumkin emas. Didaktik tashxislashning maqsadi o'quv jarayonida kechadigan barcha jihatlarni uning mahsuli bilan bog'liq holda o'z vaqtida aniqlash, baholash va tahlil qilishdan iborat. Tashxislash, nazorat, tekshirish, baholash, statistik ma'lumotlarni to'plash, ularni tahlil qilish, dinamik tendensiyalarni aniqlash, voqealarning keyingi rivojini taxminlashni o'z ichiga oladi. Ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismlaridan tekshirish hamda nazorat bo'ladi. Tekshirish bilamiz, nazoratning tarkibiy qismi bo'lib, uning asosiy didaktik vazifasi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida aks aloqani ta'minlash, pedagog tomonidan o'quv materiallarini o'zlashtirish haqida obyektiv axborot olinishi hamda bilimlardagi kamchilik va nuqsonlarni o'z vaqtida aniqlash, nazorat, ya'ni ta'lim jarayonida ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma va malakalar darajasini aniqlash, o'lchash va baholash jarayonini anglatadi. Aniqlash va o'lchash esa tekshirish deb ataladi. O'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini tekshirishda ko'rsatilgan quyidagi o'sha mantiqiy texnikadagi olib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Birinchi bo'g'inda ularni oldindan aniqlash, ya'ni shu bolalar o'rtasidagi iqtidorli o'quvchilarni oldindan kuzatish metodi orqali aniqlanadi. Ikkinchi bo'g'inda joriy tekshirish, uchinchi bo'g'in takroriy tekshirish, to'rtinchi bo'g'inda davriy tekshirish hamda beshinchi bo'g'in matniy tekshirish orqali olib boriladi. Tekshirishdan tashqari nazorat o'z ichiga baholash jarayon sifatida va bahoni esa natija sifatida ham olish mumkin. Baholash deb nima? Baholash bu bilim, ko'nikma va malakalarni o'quv dasturida ko'rsatilgan ma'lum bir etalon, ko'rsatkich, qolip, o'lchagichlar bilan solishtirishga aytamiz. Baho deb esa baholashning ball shaklidagi ko'rsatilgan son jihatdan o'lchamga aytiladi. O'qituvchi o'qitish bilan bir vaqtda bilamizki, o'quvchilarni o'rganayotgan mavzuni qanday qilib idrok etishini, esda saqlashga harakat qilishini va uni amalga oshirish malakalarini egallashini hisobga olib borish kerak. Hisobga olish nima? Hisobga olish bu albatta muayyan bir davrada o'quvchilar va o'qituvchi faoliyatini umumlashtirib, xulosalashdir. O'zlashtirishni nazorat qilish va hisobga olish, nazorat, o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish vazifalarini bajaradi.
nazorat qilish vazifasi ham o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalar darajasini aniqlash va baholashdan iborat. Bu o'quv materiallarini o'rganishga keyingi bosqichiga o'tish imkoniyatini beradi hamda o'qituvchini o'quv metodlari va usullarini to'g'ri tanlaganiga nazorat qiladi. Nazorat qilish vazifasi o'quv materiallari o'rganishning maqbul yo'llarini topish bilan bog'liq. O'qitish vazifasi esa o'quvchilarning bilimini tekshirishda aniq ko'rinadi. Yangi mavzuni mustahkamlash jarayonida yoki bo'lmasam uy vazifalarini tekshirishda, o'quvchilarning o'qilgan mavzusini takrorlashga, ular uchun tushunarsiz bo'lgan ma'nolarni bilib olishlariga esa imkon beradi. O'zlashtirish, nazorat qilish va hisobga olish, nazorat, o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish vazifalarini bajarib, nazorat tarbiyalash vazifasini. Tarbiyalash vazifasi shundan iboratki, o'quvchilar tekshirishga tayyor bo'lish uchun darslarni o'z vaqtida tayyorlaydi, bo'sh vaqtlaridan unumli foydalanishga harakat qiladilar va intizomli o'rganadi. Agar nazoratli o'qitish va tarbiyalash vazifalarini to'g'ri amalga oshirilsa, shaxsning tafakkuri rivojlanishiga, his-tuyg'ulari va axloqiy sifatlarni tarbiyalashga imkon tug'iladi. Va bu esa o'z-o'zidan nazoratning rivojlantiruvchi vazifasi deb ataladi. Pedagogikada o'quvchilarni ta'lim olganligini tashxislash va nazorat qilish tamoyillarini tizimi ishlab chiqilgan va ularning eng muhimlari esa birinchi ya'ni obyektivlik, tizimlilik, sistemalilik, esa ko'rgazmalilik, ya'ni oshkoralik. Hozirgi davrdagi amaliyotda esa o'quvchilar o'quv faoliyatini nazorat qilishning quyidagi tiplaridan foydalaniladi. Ya'ni birinchisi bu joriy nazorat, oraliq nazorat hamda yakuniy nazorat. Nazorat shakli o'quv ishini tashkil etish shakliga ega bo'ladi. Ya'ni o'qitish uni mavzusidan kelib chiqib tanlanadi. Nazoratning asosiy 5 shakli mavjud. Ya'ni biz ko'pgina holatlarda talabalar nazoratning turlari va shakllariga adashishadi. Ya'ni nazoratning turi 3 ta, shakli esa 5 ta. Ya'ni birinchisi nazoratning ommaviy frontal shakli, nazoratning guruhli shakli, nazoratning individual shakli hamda nazoratning kombinatsiyalangan, ya'ni biriktirilgan shakli. O'quvchilarning o'quv faoliyatini nazorat qilish esa metodlari mavjud bo'lib, bu metodlar sirasiga biz og'zaki tekshirish, yozma tekshirish, amaliy topshiriqlarni bajarishga asoslangan tekshirish va uy vazifalarini tekshirishga bo'linadi. Endi o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini baholash mezonlari sifatidagi baholarga ta'rif beramiz. 5 baho. Biz qachon o'quvchiga yoki bo'lmasam talabaga 5 baho qo'yamiz? Qachonki agarda o'quvchi dasturdagi materialni to'liq o'zlashtirib olgan bo'lsa, o'rganilgan mavzu bo'yicha asosiy fikrlarni ochib bera olsa, egallangan bilimni amalda erkin qo'llay ola bilsa, o'rganilgan mavzuni bayon qilishda, yozma ishlarda xatolarga yo'l qo'ymasdan ma'lumotlarni tushuntirib bera olsa, demak o'quvchiga 5 baho qo'yiladi. Agar 4 baho o'quvchiga qachon qo'yiladi? Agarda o'quvchi o'rganilgan mavzuning mohiyatini bilsa, o'qituvchining savollariga qiynalmasdan javob bera olsa, egallangan bilimlarni amaliyotda qo'llay olsa, afsuski javob berishda jiddiy xatolarga yo'l qo'ymasdan o'qituvchining qo'shimcha savollari va xatolarini to'g'rilay olsa hamda yozma ishda uncha jiddiy bo'lmagan xatolarga yo'l qo'ysa, demak 4 bahoga loyiq hisoblanadi. Qachonki o'quvchiga 3 baho qo'yiladi, qachonki unda o'quvchi o'rganilgan mavzuni o'zlashtirgan, lekin mutlaqo tushuntirib berishda o'qituvchini aniqlashtiruvchi savollarga ehtiyoj sezsa, savollarning mantiqiy tuzilishlarini o'zgartirib berganda javob berishga qiynalsa, yozma ishlarda xatolarga yo'l qo'ysa, o'quvchiga 3 baho qo'yiladi. 2 baho qo'yiladi agar o'quvchi o'rganilgan mavzu haqida tushunchaga ega, biroq mavzuni o'zlashtirmagan bo'lsa yoki yozma ishlarda qo'pol xatolarga yo'l qo'ysa, demak bunday o'quvchiga